Assalomu alaykum azizlar. Boshlangan kun barchangiz uchun muborak bo'lsin. Instagram profilimda aytib o'tgan edim. Bugun YouTube kanalimda ham aynan sizlar uchun kerakli mavzuni ko'tarmoqchiman. Sababi aynan oiladagi erkak va ayollik balansi, farzandlar tarbiyasi va har bitta harakatimizga bo'lgan e'tibor. Ana shu narsalar haqida bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Nega bu mavzuni tanladim? Aslida nima uchun men dissertatsiyamda ayollar paralingvistikasini tanlaganman? Asl tub mohiyat va bugun ana shu darajaga yetishimga sabab bo'lgan holatlar ham aynan oila. Sababi oila biz uchun muqaddas maskan hisoblanadi. Uni shakllantirish, uni asrab-avaylash barchamiz uchun muhimdir. Qur'oni Karimda ham, ilmda ham, psixologiyada ham, dinda ham oila muqaddas sanaladi. Uni asrab-avaylash uchun erkak va ayol baravar harakat qilish kerak va o'z harakatlarini jilolay olish kerak. O'z harakatlariga bee'tibor bo'lmasligi kerak. O'zini bilimini, harakatlarini nazoratda ushlash kerak. Farzandlarini har bitta harakatlariga bee'tibor bo'lmasligi kerak. Ularga mehr, muhabbat ulashishi kerak. Ularni tarbiyasiga bee'tibor bo'lmasligi kerak. Ilmi uchun investitsiya qilishi kerak. O'sha mehr, muhabbatni ko'rib katta bo'lishi uchun oilada sharoit yaratib berishi shart. Bu ota-ona uchun qoida, oltin qoida qilib yaratishimiz kerak. Bugun oilalarni buzilishiga sabab bo'lgan, bolalarni yetim bo'lishiga sabab bo'lgan arzimas sabablar ularning ko'z yoshlari uchun arzimaydi. Har bitta farzandni tug'ilib dunyoga kelishiga siz sababchi bo'ldingizmi? Uning kelajagi uchun ham siz mas'ulsiz. Uning kelajagini o'ylaysiz. O'zingizni, harakatlaringizni, emotsiyalaringizni, tilingizni jilolashga majbursiz. Siz endi o'zingiz uchun emas, dunyoga keltirgan farzandingizning kelajagi uchun mas'ulsiz. Bee'tibor bo'lishga, har qanday arzimagan sabab uchun oilani buzishga sizning haqqingiz yo'q. Bugun siz o'z ustingizda ishlang, ilm yo'lida o'zingizni yuksaltiring, o'zingizga ishonchingiz bo'lsin. Oilangizni himoya qiling. Har qanday tashqi ta'sirdan ham, ichki ta'sirdan ham oilangizni himoya qiling. Hech narsa sizga ta'sir ko'rsata olmaydi azizlar. Hech narsa. Oilangizni himoya qiling azizlar. Bugun aynan gapirmoqchi bo'lgan mavzular ham aynan o'shalar edi.